Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Madinaxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha? Xayrli oqshom, kirib kelgan oqshomingiz fayzli, tuningiz osuda o'tishini tilagan holda sizga o'zimni tanishtirib o'tsam, Telegramda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi boshlovchisi bo'laman. Ha? Madinaxon opa, bugun bizning loyihamizga sizni yaqinlaringiz tomonidan tabrik maktublari yetib kelgan. Ushbu tabrikda bugun agar adashmayotgan bo'lsak, sizni 35 yoshni qarshi olish arafasida ekanligingiz e'tirof etib o'tilgan ekan. Adashmadikmi? Ha? Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Oilangiz, yaqinlaringiz baxtiga hamisha tanajoningiz sog', umringiz uzun bo'lsin. Farzandlaringizni rohatu farog'atini ko'rishlikdek baxtlar nasib qilsin deb qolamiz. Ha, rahmat. Salomat bo'ling. Madinaxon opa, agar qimmatli daqiqalaringizdan 3-4 daqiqasini ayamasangiz, siz uchun yo'llangan ushbu tabrik xatlarini o'qib eshittirsak. Ha, mayli. Undan oldin keling bir taxmin qilib ko'ramizmi, ushbu tabrik muallifi kim bo'lishi mumkin? Albatta yaqinlaringizdan. Bilmasam, bachalarimmi, akukalarimmi, kelilarimmi, xo'jaynimmi? Albatta barchalari sizni bugungi shukrona ayyomingiz bilan tabriklab qolgan. Ushbu tabrik muallifi sizni tabrik xatlarida biz farzandlari uchun mehr beminnat, farzandlari uchun jon kuyar onajonim deya sizni ta'riflagan bugungi tabrik muallifi qizingiz Mohinurxon bo'ladilar. Ushbu tabrik muallifi va bu tabrikka qolgan barcha yaqinlaringiz, jumladan turmush o'rtog'ingiz Furqatjon akamiz, qizlaringiz Farzonaxon, Irodaxon, Iforaxon, xolajoningiz Mahfuzaxon opamiz, ukalaringiz Azimjon, keliningiz Rayhonaxon, jiyanlaringiz Nazokatxon va Malikaxonlar ham qo'shilib sizni bugungi shukrona ayyomingiz va ro'za-yu Ramazon oylari bilan tabriklab qutlab qolishibdilar. Ha, rahmat. Salomat bo'ling. Ana endi diqqat bilan tinglasangiz, siz uchun yo'llangan tabrik xatlarini tabrik muallifi qizingiz Mohinurxon nomlaridan o'qib eshittirsak. Ha, rahmat. Assalomu alaykum, jannat poyida Rayhon tilligim. Dunyoda biz uchun mehriyu qilayotgan xizmatlari beminnat jannatim onajonim. Sizni bugun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aziz ummatlaridan bo'lgan shukrona kuningiz, 35 yoshingiz, 35-bahoringiz muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzoq qilib, tanajoningizni sog'-u salomatlikda asrasin biz farzandlaringiz uchun. Onajonim, siz bilan dadajonimni ikki dunyo saodati bilan siylasin Allohim. Biz farzandlaringiz uchun qilayotgan mehnatlaringizni barchasini kelajakda rohatini ham ko'rishlik siz bilan dadajonimga nasib qilsin. Ilohim, bizlar yuzga kirganimizda ham yonimizda yuringizlar. Sizlarni qilgan bugungi mehnatlaringizni oqlashlik biz farzandlaringizga nasib qilib, ilohim nufuzli oliygoh talabalari bo'lganimizda ham yonimizda hamisha duoda bo'lib turishlik sizlarga nasib qilsin onajonim. Ha, rahmat. Hech kimda yo'q uning kulgusi, biram go'zal shirin tuyg'usi. Doim kulib yursin-da yuzi, shukrona kun muborak ona. Bizni deya bo'lgan jon sarak, yo'lim poyla bo'ladi halak. Hammadan ham zo'ri shu malak, shukrona kun muborak ona. Jannatligim, nurli yuzligim, mehr daryo shirin so'zligim. Erkalatib boqar ko'zligim, shukrona kun muborak ona. 90 bilan to'qnashib yashang, yuzga kirib yuzlashib yashang. Xursand kulib yuring-da bashang, shukrona kun muborak ona. Ko'zingizdan oqmasin ko'z yosh, yoshingizga Alloh qo'shsin yosh. Sitamlarga berasiz bardosh, shukrona kun muborak ona. Sizni izlab qoladi ko'zim, sizga faqat har shirin so'zim. Baytullohga oboray o'zim, shukrona kun muborak ona.
Onajonim, ilohim bizlar sizlarni bugungi qilayotgan mehnatlaringizni oqlab, kelajakda sizlarni Makkatullohga olib borishlikdek bo'ynimizdagi farz-u qarzlarimizni ado etishlik nasib qilsin deya sizni bugungi shukrona kuningiz va ro'za-yu Ramazon oylari bilan muborakbod etib qolgan barcha yaqinlaringiz nomidan Mohinurxon qizingiz bo'ladilar. Salomat bo'ling. Madinaxon opam, biz ham bugungi shukrona ayyomingiz va ro'za-yu Ramazon oylari bilan tabriklaymiz. Ilohim, qizingiz ta'kidlab o'tganlaridek, dadajonlari bilan farzandlaringizni baxtu kamolni, rohatlarni birgalikda qo'sha qarab ko'rishlik sizlarga nasib ro'za aylayversin deb qolamiz. Rahmat. Kattakon. Salomat bo'ling. Ana endi sizni ham bugungi tabrik mualliflari barcha yaqinlaringiz va qizingiz Mohinurxon uchun qolgan farzandlaringiz Irodaxon, Iforaxonlar uchun ham bo'lgan chiroyli tilaklar, duolar bo'lsa, birgalikda eshitamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Keyingi shunaqa chiroyli shukrona kun, tavallud ayyomlarda shunaqa g'oyibona bo'lsa-da yuzlashguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlar baxtiga salomat bo'ling. Rahmat tilagayam kattakon, bilagayam. Tashakkur. Salomat bo'lsin. Tabriklaringiz rahmat. Salomat bo'ling. Qadrdonlar yig'ilgan kun, jigarjonlar